Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. 21 sentabr chaqirilgan 8-ci navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyi vakillarining tor yig'inida bu yil 10 ayning 24-kunidan 27-kunigacha Bosniyaning poytaxti Sarayevoda chaqirilgan 8-ci navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyining har darajalik rahbarlik organlariga nomzod bo'lganlarning umum tizimligi e'lon qilindi va nomzodlar haqida vakillarning oxirgi taklif fikrlari anglab o'tildi. 8-ci navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyi tayyorlik komitetining raisi Farxat Yo'rinqashning riyosatchiligida o'tkazilgan va qurultayning muvaqqat raisi doktor Erkin Akramning ichilish so'zi bilan boshlangan vakillar yig'iniga 27 davlatdan 150 nafarga yaqin vakil qatnashdi. Farxat Yo'rinqash apandim rahbar nomzodlarning umum tizimlik e'lon qilinishidan burun bergan izohatida 8-ci navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyida vakillar tarafidan demokratik usulda saylab chiqilgan 34 rahbarlik o'rniga 13 davlatdan jami 50 nafardan ortiq vakilning o'zini nomzod qilib ko'rsatganligini, bularning yarmining degidek yoshlarni tarkib topganligini, ularning ichida ayollarning sonining nomzodlarning umum sonining 4dan 1 qismini tashkil qilganligini ta'kidlab o'tdi. Rahbar nomzodlarning umum tizimligiga qaraganda, bu navbatlik qurultayda qurultayning raisi va muavin raislari, qurultay ijroiya komitetining rais va muavin raislarini o'z ichiga olgan yuqori darajalik rahbarlarning butunlay almashadiganligini ifoda qilgan Farxat Yo'rinqash apandim, ma'lum ma'nodan aytganda 8-ci navbatlik qurultayning yangi bir davrning boshlanishi bo'lib hisoblanganligini bildirdi. Yig'inda 8-ci navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyi tayyorlik komitetining nomzodlik mas'uli Samat Abla apandim tarafidan e'lon qilingan va qurultay raisligi, qurultay taftish hay'ati, qurultay ishki ishlar komiteti tarafidan tekshirilib muqimlashtirilgan oxirgi nomzodlar tizimligida ko'rsatilishicha, qurultayning rais va muavin raisligiga, qurultay ijroiya komitetining rais va muavin raisligiga o'zini nomzod qilib ko'rsatgan vakillarimiz tovandikicha. Qurultayning rais nomzodi Turg'unjon Alovuddin, Germaniya. Qurultayning muavin rais nomzodi Abdurashid Abdulhamid, Turkiya. Erkin Ahmetov, Qozog'iston. Zumratay Erkin, Germaniya. Qurultay ijroiya komitetining rais nomzodi Roshan Abbas, Amerika. Qurultay ijroiya komitetining muavin rais nomzodlari Abdulhamid Qaraxon, Turkiya. Polat Sayim, Avstraliya. Erkin Zunun, Germaniya. Anvar Ahmad, Germaniya. Mutallib Qurbon, Amerika. Ömerjon Imin, Germaniya. Rahbar nomzodlari tizimlik e'lon qilingandan keyin 8-ci navbatlik qurultay rahbarligiga o'zlarini qayta nomzod qilib ko'rsatmagan qurultayning navbatdagi muvaqqat raisi doktor Erkin Akram, qurultayning muavin raislari Zubayra Shamsiddin, Farxat Yo'rinqash, qurultay ijroiya komitetining raisi Umar Qanot, qurultayning sobiq raisi Dolqin Ayso apandilar qilgan so'zlarida Turg'unjon Alovuddin va Roshan Abbas boshchiligidagi butun rahbar nomzodlarini qizg'in olqishlaydiganliklarini va umum saylamda ularga muvaffaqiyat tilaydiganliklarini, garchi o'zlarini oldimizdagi 8-ci navbat qurultay rahbarligiga qayta nomzod bo'lmagan bo'lsa-mu, ammo qurultayning bir vakili bo'lish sifati bilan qurultayning bu navbat saylab chiqilgan yangi rahbarlik hay'atini butun kuchi bilan qo'llab, ularning xizmatlariga yaqindan moslashib berdiganligini ifoda qilishdi. Har qaysi ellardagi qurultay vakillarimizmi bas-bas fikr bayon qilib, 8-ci navbatlik qurultay rahbarligiga o'zlarini nomzod qilib ko'rsatgan Turg'unjon Alovuddin, Roshan Abbas qatorliq butun vakillarimizni qizg'in tabriklaydiganliklarini, oldimizdagi qurultayimizda vujudga chiqadigan yangi rahbarlik hay'atining yangicha ruh va jasorat bilan milliy kurashimizning xalqarodagi taraqqiyotini yanam yuqori pallaga ko'taradiganligiga cheksiz ishonadiganligini va ularni har tarafdan qizg'in qo'llab-quvvatlaydiganliklarini bildirishdi. 8-ci navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyining rais nomzodi Turg'unjon Alovuddin apandim, Dunyo Uyg'ur qurultiyining asosli qurg'uchi a'zolarining biri bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi qurilgan 2004-yildan buyon izchil turda qurultayning har darajalik organlarida rahbarlik vazifasini o'tab kelayotgan va muhojiratdagi davosibimizda tonilgan tajribalik, fidokor, diyonatlik milliy kurashchilarimizning biri. Bo'libmi Turg'unjon Alovuddin apandim o'zining mo'l tashkiliy tajribasi va islom dunyosiga bo'lgan cho'nqur bilim ham tushunchasi bilan, shundaqla tonilgan bir diniy ulamo bo'lish sifati bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashkiliy jihati zo'rayishi, qurultay bilan har qaysi Uyg'ur tashkilotlar o'rtasidagi birlik va hamkorlikning kuchayishi, diniy zotlar bilan ziyolilar o'rtasidagi ittifoqlikning kuchayishi, turk islom tashkilotlari bilan bo'lgan dialog va hamkorlikning saqlanishida turkilik muhim rol o'ynab kelmoqda. Xushxo'y, kamtar va chiqishqa xarakteri bilan qurultay rahbarlarining ham vakillarining cho'nqur hurmatiga sazovor bo'lib kelgan Turg'unjon Alovuddin apandim
Sharq Turkiston O'limalar birligining eng asosli qurg'uchi a'zolarining biri bo'lgan va bir mezgil qo'shimcha O'limalar birligining muavin raisi bo'lib vazifa o'tagan edi. 36 yillik muhojirat hayotini Uyg'ur xalqining erkinligi va hurligini qo'lga keltirish, vatanimiz Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini asliga keltirishdek bu ulug'vor g'oyasini amalga oshirish yo'lida izdenish va bu sharafli yo'lda kurash qilish bilan o'tkazgan Turg'unjon Aloviddin apandim 1966 yili 6 oyning 20 kuni Sharq Turkistonning Shoyar noyasida tug'ilgan. O'tir maktabni bitirgandan keyin Qashqarga o'qishga borgan. O'qish jarayonida mashhur ma'rifatparvar diniy ulamolardan Abaydulla Domillam, Ablimit Domillam, Abdurshid Qarajimlarda diniy ta'lim olgan va vatanparvarlik ideyasini yetildirgan. 1988 yili haj qilish munosabati bilan Saudiya Arabistonga berib Makka shahrida turgan. Bu jarayonda milliy ustozlarimizdan Rahmatulloh, Abduraqib Qarajim, Husayn Qari Islomiy, Abduqodir Tosh qatorliq vatanparvar zotlar bilan tanishib, ko'p qatim vatan millatning taqdiri ustida suhbatlarda bo'lgan. 1989 yili Misrga berib Al-Azhar universitetiga o'qishga kirgan. O'qish jarayonida Uyg'ur o'quvchilar bilan tashkillanib, Sharq Turkiston o'quvchilar birligini qurib, o'quvchilar xizmati bilan birga har qaysi universitet va ommaviy tashkilot yig'inlarida Uyg'urlarning vaziyati haqida doklad bergan. 1999 yili o'qish bitirgandan keyin Urumchidagi Islom instituti qurg'uvchisi mashhur ulamo Muhammad Salih Damullah hojimning taklifi bilan vatanga qaytish oldida turganda, Sharq Turkiston Uyg'uriston milliy qurultayining ichilishiga taklif qilingan. Shuning bilan Germaniyaga kelib turib qolgan. Germaniyada yashash jarayonida 1999 yili qurilgan Sharq Turkiston Uyg'uriston Milliy Qurultiyi fondi mas'uli, 1996 yili qurilgan Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultiyi diniy ishlar komiteti mudiri, Yevropa Sharq Turkiston birligi raisi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi diniy ishlar komiteti mudiri, qurultayning islom elleridagi xizmatlarga mas'ul rais vakili bo'lib xizmat qilgan. Pragada chaqirilgan 7-navbatlik qurultayda qurultay ijroiya komitetining muavin raisi bo'lib saylanib, hozirgacha bu vazifasini davomlashtirib kelmoqda. Turg'unjon Aloviddin 1992 yili o'zining Misr Al-Azhar universitetidagi savoddishi O'zbekistonlik Uyg'ur Shahida xonim bilan to'y qilgan bo'lib, hozir 2 qizi va 1 o'g'li bo'lib, jami 3 farzandi bor. Amerika Davlat Majlisining Cumhuriyetçi va Demokratik Kengash palata a'zolaridan Marco Rubio bilan Jeff Merkeli 19 sentabr Uyg'ur majburiy emkiga zarba berish salmoqini taqim kuchaytirish haqida bir qonun loyihasi sungan. Marco Rubio'ning 19 sentabr e'lon qilgan bu vaqtdagi bayonotida ko'rsatishicha, majburiy emgak dunyo miqyosida bo'libmi Xitoyning Uyg'ur va boshqa yerlik millatlarni qabihlarcha bostirishda davomli qo'llanayotgan bo'lib, Amerika Xitoyning majburiy emgak va irqiy qirg'inchilikqa qarshi turishda davomli qat'iy maydonda turish kerak ekan. Majburiy emgakni mablag' bilan ta'minlashni cheklash qonuni nomli mazkur qonun loyihasida Amerika Moliya ministridan Amerikaning xalqaro pul muomala organlaridagi mas'ullarga bo'libmi Sharq Turkistondagi majburiy emgakka qarshi turishi haqida yo'l yo'riq berish talab qilingan. Bayonotda Marco Rubio mundaq degan: Xitoy Kompartiyasi Uyg'ur va boshqa oz sonli millatlarga qaratgan qabih irqiy qirg'inchilik harakatini davomlashtirmoqda. Bizning davlatimizning majburiy emgak orqali bo'lgan har qanday mahsulotni sotib olmaslikdan iborat axloqiy burchimiz bor. Men dunyodagi tunji Uyg'ur kishilik huquq qonunining o'tirib qo'yguchisi bo'lish sifatida bu zamonaviy qulluq amkiga qarshi bizning texim ko'p ishlarni qilishimizga kapolatlik qilishda qat'iy niyatdaman. Bayonotda Jeff Merkeli partiya hal qilgan bu qonun loyihasi Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonuni asosida Amerikaning bu qo'rqinchli kishilik huquq dafsanchiligiga ham tovoq bo'lib qolmasligiga kapolat qildiganligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, Avam palata a'zosi Jennifer Waxton bu qonun loyihasining yana bir nusxasini Avam palatasida sungan. Jennifer Waxtonning qonun loyihasida Amerika Moliya ministrining xalqaro pul muomala apparatlaridagi Amerika mas'ullarini bo'libmi vatanimizdagi majburiy emgak chetishlik xavfi bo'lgan qurilish turlariga qarz berishga qarshi turishga buyurish talab qilingan ekan. Amerika Avam palatasi Amerika Xitoy strategik raqobat favqulodda komiteti 19 sentabr kuni chaqirgan guvohlik yig'inida mutaxassislar Amerika hukumatini Xitoyning Amerika qonunlaridan foydalanib qarshi fikrlarini bostirishdek qonun urushiga kuchli tadbirlarni elishga chaqirgan. Ma'lum bo'lishicha, yaqin yillardan beri Xitoy o'zining kontrolidagi shirkatlar orqali biotexnik sonliq ma'lumotlarni o'g'irlash, BGI ga o'xshash gen tadqiqot shirkatlarining DNA sonliq ma'lumot ombiri qurib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirishiga yordamlashish, Uyg'urlarni majburiy emgak silish qatorliqlar bilan mashg'ul bo'lgan. Shuning bilan birga Xitoy shirkatlarining nomuvofiq savdo faoliyatlarini fosh qilgan Amerika tadqiqotchilari va korxonalar ustidan yolg'on ayblashlarda bo'lib, bu shaxslar va o'rinlarga qonuniy va moliya jihatda besim paydo qilgan. Yig'inda Amerika Davlat bexatarlik institutining qurg'uvchisi Jamil Jafarning qayd qilishicha, Amerikadagi shaxslar va tashkilotlar
2016 yıldan beri uçurab kelayotgan qonuniy da'vo dasturlar mohiyatda Xitoy doiralarining qonun urush qo'zg'ashdek uzun muddatli bir strategiya qo'llanayotganligini ko'rsatmoqda ekan. Yig'inda Georgetown Universiteti bexatarlik va yangi texnologiya markazining tadqiqotchisi Anna Puglisi Xitoyning biotexnik tadqiqoti va uning Amerika davlat bexatarligi ko'rsatilgan ta'sirini tadqiq qilish sababidan qonun tahdidga uchirganligi haqida guvohlik bergan. Uning ko'rsatishicha, u Xitoyning BGI, ya'ni Beijing Gen Institute va uning tarmoqi bo'lgan MGI shirkatining o'zini qonun javobgarlik tortish haqidagi tahdid xatini topshirib olgan ekan. Halbuki BGI shirkati Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda Gen bankisi va Gen adliya sonliq ombiri markazi qurishiga yordam berish bilan ayblangan edi. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.